Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosunun haftalık xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan Uyg'urlarga doir bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur Milliy harakati rahbari Robiya Qodir xonim Turkiyaning Qaysari viloyatida 2013-yilning namuna onasi bo'lib saylandi. Saylamni Türkiye Qaysari viloyatidagi ayollar tashkilotlari va ba'zi siyosiy partiyalar ayollar komitetlarining mas'ullari 5-may o'tkazgan. Bu xabar Turkiyadagi Xabar Turk, TRT Turk qatorliq televiziya kanallarida tarqatildi. Uyg'ur ayollar birligining Turkiya turishliq vakili Robiya Ilturk muxbirlarga bergan bayonotida bugungi kunda Uyg'ur xonim qizlarining chidag'usiz zulm ostida ekanligi, ularning dard alamni dunyoga anglatishda Robiya Qodir xonimning intayin zo'r rol o'ynaganligi. Shu sababdan Robiya Qodir xonimga 2013-yilning namuna onasi deb baho berilganligini bildirdi. Biz egenligen uçurlarga qaraganda Şanxayda tirikchilik qilayotgan bir qism Uyg'urlar 3-may namoyish qilib hukumat doiralarining yo'lsizligiga norozilik bildirgan. Ma'lumotlarga qaraganda shahar muhitini asrash idorasi buyruq chiqarib, shahardagi masjid oldida yayımchilik qiladigan Uyg'urlarni yayma ochmaslikka buyurgan. Uyg'urlar bunga qarshi chiqib namoyish qilgan. Namoyishchilarning ko'pinchisi ayollar bo'lib, 50 atrofida ekan. Naq maydonga 200 atrofida saqchi kelgan bo'lib, bir qism namoyishchilarni tutib ketgan. Dünya Uyghur Qurultayının Qozog'istondagi vakillari 7-may Almatada yig'in uyushtirib, Seriqbo'yi voqeasida shahid bo'lgan Uyg'urlarning ro'yiga atab xatmi Qur'on qildi. Yig'inga 80 atrofida kishi qatnashdi. Yig'inda Dünya Uyghur Qurultayının baş maslahatchisi Riza Samedi qatorliqlar so'z qildi. 23 aprel Maralbeshin aysining Seriqbo'yi yezisida to'qinish yuz bergan. Xitoy doiralari to'qinishda 6 nafar atalmış Uyg'ur terrorchini naq maydonda etib o'ldirganligini, o'zidan 15 odam chiqim bo'lganligini bildirgan edi. 2-may vakolatsiz millatlar tashkiloti va Dunyo Uyg'ur Qurultayi Yevropa parlamentiga xat yozib, Seriqbo'yi voqeasini tekshirishga chaqirgan. Uyg'ur bir storyning xabar qilishicha, bu oyning 5-ida doiralar Tarim universitetining bir necha nafar Uyg'ur o'quvchisini tutqun qilgan. Dünya Uyg'ur Qurultayi bayonotchisi Dilshod Rashidning bildirishicha, tutqun qilinganlar 8 atrofida bo'lib, hozircha bulardan Yangisarlik Olimjon, Lopluq, Dilshod qatorliqlarning salohiyati aniqlangan. İnkaslarga qaraganda bu o'quvchilar 2-may tutib ketilgan. Ularning qayerga va nima uchun qamalganligi haqida oila tavobatlariga 8-mayga qadar uchur berilmagan. 2009-yildagi 5-yil voqeasining 4 yillik arpasida mazkur voqeada izdireksiz yo'qolib ketgan Uyg'urlarning urug' tuqqanlari tashkilotlarni yordamga chaqirdi. G'oyiblar oila tavobatlaridan Suduxon Hojim, Qurbongullar ziyoratimizni qabul qilib, farzandlari haqida Xitoy hukumatidan javob kutishdan umid uzganligini, birdan-bir umid xalqaro jamoatdan yordam kutish ekanligini bayon qildi. Ular masalaning yolg'iz g'oyiblar oilasining masalasi emasligi, balki butkul Uyg'ur millatining dardi ekanligini bayon qilib, chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarini bu vaqtda aktiv harakatga chaqirdi. 2009-yildagi namoyish qonliq bostirilgandan keyin bir qism Uyg'urlarning izdireksiz g'oyib bo'lganligi ma'lum bo'lgan. O'tgan ay İstanbulda nashr qilingan İstanbul Sepillari nomli she'rlar to'plamiga Uyg'ur shoira Zaynura Aysa xonimning bir parcha she'r kirgizildi. Bu kitobda dangliq Türk shoirlarini o'z ichiga olgan dunyodagi 100 shoirning İstanbul to'g'risida yozgan she'rga o'rin berilgan. Shoira Zaynura Aysa xonim ziyoratimizni qabul qilib, turklarning eng dangliq shoirlari orasida she'rlarga o'rin berilganligidan intayin xushal ekanligi, buning Uyg'urlarni dunyo jamoatchiligiga tanishtirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini aytdi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.